Podcast bilim yo'lida bor davom, talabalar intiluvchan bilim daraxtiga bog' podcast. Kichkinaligimdan akusher-ginekolog bo'lishni orzu qilardim. 161.8 ball bilan grantga elasha olmadim. O'qiy olmasam kerak, bo'ldi, tugadi, armon bo'lib qoladi deb o'ylaganman. Bu yutuqlarga qanday qilib erishdinglar? Diplom o'tadimi? Perevod qilsa bo'ladimi? Suhbat davomida 14 millionlik grant yutib oldim. Rahbarimizning oldiga oyijonim bilan kelganimizdan keyin Mashina sovg'a qilishdi. hozirgacha qiziqib shug'ullanib kelaman. Kichkina klinikani ochmoqchiman. Men Qo'qon universiteti Andijon filiali tibbiyot fakulteti davolash yo'nalishi 305-guruh talabasiman. Men Qo'qon universiteti Andijon filiali tibbiyot fakulteti davolash yo'nalishi 2-bosqich talabasiman. Kichkinaligimdan akusher-ginekolog bo'lishni orzu qilardim. Hech ham o'qishga kira olmaganman. Turmushga chiqdim, farzandli bo'ldim. Endi ham o'qiy olmasam kerak, bo'ldi, tugadi, armon bo'lib qoladi deb o'ylaganman. Lekin eshitib qoldim, Qo'qon universiteti Andijon filiali ochildi deb. Ko'pchilik savol bergan, diplom o'tadimi deb savol berishgan, lekin unaqa savol tug'ilmagan menda, chunki o'zi asli Qo'qonlimiz. Qo'qon universiteti necha yillardan beri o'z faoliyatini olib bormoqda. Talabalari bitirib, o'z mutaxassislari bo'yicha davlat ishxonalarida ishlashmoqda. Bunaqa savol tug'ilmagan. Bitta savol tug'ilgan, perevod qilsa bo'ladimi? Universitetga kirib, boshqaga perevod qilib ketsak bo'ladimi degan savol bo'lgan. O'sha muammosi kontrakt masalasi bo'lgan. Kontraktga qimmat to'la olamizmi degan fikr bo'lgan. Eshitdik, keyin universitetda grant asosida o'qish imkoniyatlari ham mavjud. Buning uchun faqatgina yaxshi o'qish kerak bo'lgan. Davlat oliygohlari Andijon davlat tibbiyot institutiga topshirgan paytim 136 ball bilan imtihonga qabul qilmagan edim. So'ng uydagilar aytib qolishdi, Qo'qon universiteti Andijon filialini maslahat berishdi. Undan tashqari ijtimoiy tarmoqlar va do'stlarim orqali ham bu universitet haqida ozgincha ma'lumotga ega bo'ldim. So'ng men u yerda grantda o'qish mumkinligini ham eshitgach, imtihonga topshirishga maqsad qildim. Qo'qon universiteti Andijon filialining Jevachida imtihon topshirdik. Imtihon topshirganimizdan keyin men 161.8 ball bilan grantga elasha olmadim. Kayfiyatni cho'ktirmasdan men Qo'qon universiteti Andijon filialida talabalikka qabul qilingandan keyin u yerda grant olish haqida eshitganimdan so'ng astoydil oldimga maqsad qo'ydim va grant olib o'qiyman degan maqsadda o'qishni boshladim. Bizga bir yaqindan ko'maklashgan, yo'l ko'rsatgan, o'zim bilimlarini, maslahatlarini ayamagan Razzaq Nabijon domlamiz bo'lishgan. Bizga maqolalar yozishni o'rgatgan, tezislar yozishni o'rgatishgan, qanaqa qilib ko'pchilik yoniga chiqib dokladlar qilishni o'rgatishgan. Biz guruhimizda 6 ta, 7 ta qizlarimiz bir xil harakat qilganmiz, grant olgimiz kelib. Domlamiz yo'l ko'rsatishgan. Mana bunaqa qilasizlar. Masalan, maqola yozish bunaqa, doklad qilish bunaqa, ko'pchilik ichida gapirishni o'rganinglar, so'zinglarni yo'qotib qo'ymanglar deb yo'llar ko'rsatishgan. Uydagilar bir tarafdan perevod haqida ham gapirishardi, ham universitet sharoitlari menga juda ham yoqqanligidan o'zim rostdan ham grantda mazza qilib universitetda o'qishni xohladim. Va bu niyatim samarasi bo'ldi. Men astoydil harakat qildim. Ham perevodni ham o'qidim, ham o'qishlarni ham o'z yo'lga qo'yib turib, birinchi semestr уже grantga hujjat topshirish boshlandi. Men hamma ballarimni, GPA ballarim, MB darajam va boshqa qanday yutuqlarga erishgan bo'lsam, hammasini bitta fayl qilib, уже birinchi semestr tugagandan keyin hujjat qildik. Hujjatda 66 ball bilan 50% grant sohibiga aylangandim. Hamma qatori grantga hujjat topshirdim. Birinchi topshirganimda mezonlar bo'yicha shu 50%li 14 millionlik grant sohibasi bo'ldim. Juda ham xursand bo'ldim. Bu paytda oilaviy budjet, oilali bo'lganimdan keyin farzandlarim bor. 14 millionlik grant yutib oldim. U hammamizga xursandchilik bo'ldi. Ikkinchi kursimiz ikkinchi yarmida
Yana grantga hujjat topshirganmiz. Shu 50% grant qo'lga kirdi. Ertasi kuni rahbarimiz tomonidan shu 60 balldan yuqori topgan talabalarni ota-onasi bilan gaplashishni so'rashdi. Biz keldik. 18 ta talabamiz rahbarimizning xonasiga kirgandan keyin bu yutuqlarga qanday qilib erishdinglar, oson bo'ldimi, qiyin bo'ldimi deb har bitta talabalar bilan birma-bir suhbat bo'ldi. Suhbat davomida menga kelgandan keyin men ham qanday qilib bu grantni olganim haqida gapirib berdim. So'ng esa uydagilarimiz bilan 6 yillik grant haqida og'zaki shartnomaga erishdik. Rahbarimiz chaqirishdi. Tabriklayman, 50% grant sohibasi bo'libsizlar. Xohlasanglar 6 yillik grant berishimiz mumkin deyishdi. Albatta xohlaymiz. Kim xohlamaydi 6 yillik grant sohibasi bo'lishni? Ya'ni buni maqsadi universitetda kuchli kadr sifatida, ya'ni kuchli shifokor bo'lib yetishish. Buni shartlari qanaqa dedik? Nima qilishimiz kerak? 6 yillik grant olib nimalardir qilib berishimiz kerakmi? Shartlari qanaqa dedik? Hech qanaqa shartlar yo'q, faqat yaxshi o'qishimiz kerak. Kelajakda Xudo xolasa o'zimizning shifoxonalarimizda xodim bo'lib ishlashinglar mumkin deb taklif kiritishdi. Rahbarimizning oldiga oyijonim bilan kelganimizdan keyin shunday suhbat bo'ldi. Men 6 yillik grant olganim haqida og'zaki shartnomaga, ya'ni og'zaki kelishuvga erishdik. Bu kelishuvda men hamma fanlarni shu 6 yil, 6 semestr, 12 semestr mobaynida hamma fanlarni puxta o'zlashtirish va shu fanlarni o'zlashtirish orqali tajribalar to'plab kuchli shifokor bo'lib yetish edi. Va undan tashqari qo'shimcha fan sifatida ingliz tilini ham yo'lga qo'yish edi. Ingliz tilini bilish orqali turli xil davlatlarda o'z tajribalarimni oshirish va shu tajribalar asosida kuchli shifokor bo'lib yetish edi. 6 yillik grant sohibasi bo'lganimdan keyin oila a'zolarim hamma xursand bo'lishdi. Shu qatori xo'jayinlar ham xursand bo'lishdi, juda ham. Men uchun ajratib qo'ygan shu kontrakt summasiga o'zimga mashina sovg'a qilishdi. Men bundan juda ham xursandman. Hamma xursand bo'lsa kerak. Qanaqa o'zingiz bilimlaringiz bilan, harakatingiz bilan qilgan mehnatlaringizga bu unaqa sovg'a, e'tibor. Universitetimizning shart-sharoitlari juda ham zo'r va men yoqqan shaxmat va stol tennis to'garaklari bilan hozirgacha qiziqib shug'ullanib kelaman. O'tgan yilgi birinchi kurslik birinchi semestr paytim stol tennis musobaqasida Qo'qon universitetida kuz tarovati festivalida faxrli birinchi o'rinni oldim va shu munosabat bilan Samarqand shahriga bir haftalik yo'llanma yutdik. Maza qilib dam oldik, turli do'stlar orttirdik. Undan tashqari universitetda o'tkazilgan shaxmat sport turida ham faxrli 3-o'rinni oldim. Universitet shaxsan o'zimga ko'p narsa berdi. O'z ustimda ishlashimga, qanaqadir o'zimni kashf qilishimga ham sabab bo'ldi. Yutuqlarimdan biri Samarqand fan olimpiadalariga qatnashdik, yuqori o'rinlarni egalladik. O'z ustimizda ishlab, startap loyihalar yaratdik jamoaviy bo'lib. Unda yodi jeli, keyin bolalar uchun o'yinchoqli shprislar yaratishga muvaffaq bo'ldik. Yodi jeli marmenadlarni yaratib, jamoaviy bo'lib, Qo'qonda bo'lib o'tgan tanlovda birinchi o'rinni qo'lga kiritib, 10 millionlik vaucher yutib oldik. Keyin o'zimizda universitetda bo'lib o'tgan tibbiy liboslar ko'rik tanlovida birinchi o'rin sohibasi bo'ldim. Unda ham 10 million so'mlik vaucher yutib oldik. 10 million so'm sohibasi bo'ldik. Universitetimizning afzal taraflari shundaki, qo'shimcha bepul to'garaklar bor. Stol tennis, shaxmat, pianino va turli xil bepul to'garaklar bor. Endi bu to'garaklar darsdan tashqari talabalarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish sifatida tashkil etilgan va men pianino kursiga ham yoqtirganim uchun pianino kursiga ham kiraman Qo'qon universitetida va turli xil musiqiy asboblarga qiziqqanligim uchun pianino cholg'u asbobini ham ko'p chalib turaman. Ingliz tili to'garagi bu hozirda eng dolzarb bo'lib kelgan, biz uchun chet ellarga chiqishimiz uchun yo'l ochib beradigan
to'garak desak ham bo'ladi. Unga qatnashamiz ingliz tilidan. Bular eng qizig'i, hammasi mutlaqo bepul talabalar uchun. Shu ingliz tili to'garaklariga qatnashamiz. Universitetga kirgandan keyin yutuqlarga erisha boshladim. Amerikani International Journal of Medics and Science jurnalida o't pufagi va uning organizmdagi roli nomli maqola chiqardim. Bu maqolada organizmga kechadigan metabolik jarayonlar ham aks etgan. Amir Temur davlat arbobi mavzusida ilmiy maqolalar festivalida ilmiy yondashilgan maqola nominatsiyasiga ega bo'ldim. Bundan tashqari mikrobiologiya sohasi bo'yicha antibiotiklarning ta'sir mexanizmi nomli maqolam ham chop etildi. Undan tashqari bizning Spin Masters jamoamiz universitetda o'tkazilgan padel sport turida faxrli birinchi o'rinni oldi. Universitetimizda mast guruh tashkillashtirilgan keyin bu guruhda nimalar bo'ladi? Men kuchli raqobatni yaxshi ko'rganim uchun fanga bo'lgan raqobatlarni yaxshi ko'raman. Shuning uchun mast guruh imtihonlariga astoydil tayyorgarlik ko'rdim va imtihon o'tkazildi. Imtihonda 75 ball bilan birinchi o'rinni oldim. Imtihonlar gistologiya, lotin tili, anatomiya va tibbiy biologiya fanlari o'rtasida bo'ldi. Men mast guruhga kirganimdan juda ham xursandman. Hozirgi kunda deyarli har kuni 5 paradan dars bo'lyapti. Qo'shimchasiga bepul bo'lyapti. Shu fanlarni ko'p o'zlashtirishim natijasida o'zimga qo'ygan maqsadimga erishyapman va har bitta fanni iloji boricha zo'r olib ketishga harakat qilyapman. O'zbekiston cheksiz imkoniyatlar maskani. Biz yoshlarga, masalan, ayollarga, xotin-qizlarga ta'lim kreditlari ajratilgan, foizsiz. Ayol-qizlarni shunchalik anaqasini yuqoriga ko'tarib qo'yishganda foizsiz ta'lim kreditlari berishadi. Keyin prezidentimizning tashabbuslari bilan yosh oilalarga imtiyozli uylar beriladi. Shunaqa uylar olish menga ham nasib qildi. Buni nima qilmoqchiman? Xudo xolasa o'zimni birinchi kichkina klinikani ochmoqchiman. Bu bilan nima demoqchiman? Kim harakat qilsa, intilsa, mehnat qilsa, albatta hamma eshiklar ochiq ular uchun. Bu yutuqlarga erishganimning asosiy sababi hurmatli prezidentimiz tomonidan yoshlarga katta imkoniyat va sharoitlar yaratib berilayotganligi va bu sharoitlardan biz iloji boricha foydalanyapmiz. O'qiyman, bilim olaman degan talabalar uchun hozirgi kunda shart-sharoitlar juda ham katta. Faqat o'qishimiz kerak, bilim olishimiz kerak va o'zimiz tanlagan kasb egasi, yetuk kasb egasi bo'lishimiz kerak. Buning uchun prezidentimizga rahmat. Bizni shunchalik qo'llab-quvvatlab, ozgina qilayotgan mehnatlarimizni shunchalik mukofotlashyapti. Bu bizga mas'uliyat beradi. Yana ham izlanishimizga, intilishimizga turtki bo'ladi.